Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va bizlarni Shifo karvoni kanali orqali muntazam kuzatuvchilar. Hindiston Dehli shahridan barchalaringizga salomlar yo'llab qolamiz. Xabaringiz bor, bu shaharga, ya'ni Dehliga 30-kuni juda ko'p bemorlar bilan kelgan edik. Jigar, buyrak perisodka uchun kelishgan. 2 kun mobaynida bemorlarimiz hamma analizlarini batamom topshirib bo'lishdi. Jumladan Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qo'shtepa qishlog'idan Asrorbek ukamiz o'z singlisi uchun jigaridan bir bo'lagini bergani Hindistonga kelgan. Bular Fortes. Aynan mana bu doktorning qo'liga kelishgan. Bular ham analizlarni topshirib bo'lishdi. Hozir yotoqxonada, ya'ni operatsiya kunini kutib o'tirishibdi. Alloh taolo shifo bersin. Bundan tashqari Andijon viloyati Xonobod shahridan Irodaxon, Ziyodaxonlar ham shu guruh bilan birga kelgan. Bular Max Saket klinikasiga, aynan janob Subhash Guptani huzuriga kelishgan. Bular ham analizlarni topshirib bo'lishdi. Donorlar mana ko'rib turganingizdek 2 kun mobaynida bular ham alohida tekshiruvlardan o'tdi. Hozir hamma bemorlar bitta gastinisadamiz. Bir-biri bilan do'st, opa-uka, aka-uka bo'lib hozir istiqomat qilishyapti. Bular ham analizni javoblarini kutishyapti. Operatsiya kuniga Xudo xolasa yaqin. Bundan tashqari Tojikiston Respublikasidan kelgan Bahodirjon ukamiz mana donori. Bular ham tekshiruvlardan o'tishdi. Hammalari yaxshi, ya'ni natijalar yaxshi chiqyapti Xudo xolasa. Samarqand viloyatidan kelgan Shuhratbek ukamiz, uni ham kayfiyatlari zo'r, donori ham yaxshi, hamma tekshiruvlardan o'tishdi. Bular ham operatsiya kunini kutib yotishibdi. Bundan tashqari buyrak perisodka uchun kelgan bemorlar Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobod shahridan kelgan buyrak uchun kelgan bemorlarimiz mana ko'rib turganingizdek. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir yangilik bor. Mana Hikmatilla ukamiz Andijondan keldi boshqa perisodka uchun. Taxminan ular 10 kun oldin kelgan. 10-12 kun bo'ldi, mashalloh. Mana hozir bugun klinikaga joylashtirdik. Ertaga Xudo xolisa pochka almashtirishda operatsiya amaliyotni o'tkazamiz Xudo xolisa. Necha yildan siz dializ olyapsiz? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdimi? Hozir haftada necha marta dializ olyapsiz? 3 marta. Haftada 3 marta dializ olyaptilar hozir 1 yildan o'zi. Aytmoqchiman, dializ o'zi yaxshi narsa emas. Allohga behisob shukr. Ertaga bular shu narsadan, shu muammodan qutuladilar Xudo xolasa. Alloh shifo bersin. Klinika haqida gapirib bersangiz. Doktor ekan. Max klinika, Max Saketda doktor Anand Kumar. Anand Kumar o'zi dunyo bo'yicha nomer 1, 2, 3 agar biridan 10 gacha o'ylaylik, to kamida 5-6 nomerda keladilar dunyo bo'yicha. O juda kuchli doktor, juda kuchli Hindiston bo'yicha nomer 1 doktor bu. Or mashalloh, ertaga bular operatsiya qilib, Xudo xolisa bularning muammoni hal qilib beradilar. Onalar buyrak beryapti. Onalari donorlik qilyapti. Bo'lyaptilar Xudo xolisa. Mashalloh. Alloh ularga ham shifo bersin, ukamizga ham shifo bersin. Hozir ancha dializda mana fistulani qo'yilgan ekan, ancha qiyinchilik bo'lib qolgan. Endi Alloh Xudo xolisa yengil qiladilar inshaalloh. Inshaalloh. Yumtulla aka, hammasi yaxshi-ya? Mashalloh. Kamchiliklar yo'q-a? Kamchiliklar yo'q. Mana klinikaga joylashtirdik. Ertaga qilamiz inshaalloh operatsiya. Mana bugun operatsiyadan chiqdi. Alhamdulillah, soppa sog'. Hozir bular reanimatsiyada. Ikkalalari ham sog'. Bundan tashqari bugun yana Namangan viloyatidan buyrak perisodka uchun kelgan mana bemorlarimiz, bular ham yotishdi Xudo xolasa. Kozimjon ukamiz onalari uchun, ya'ni buyragidan bergani, donorlik qilgani kelgan. Ular ham bugun klinikaga yotishdi. Xudo xolasa ertaga soat 9 da operatsiyaga kirishadi. Mana ko'rib turibsiz, ikkalalarining ham kayfiyatlari yaxshi. Bundan tashqari barcha bemorlar hammalari kayfiyati yaxshi. Bular bitta gastinisaga joylangan, bir-biri bilan aka-uka, opa-singil bo'lib, kelgunchalik ham bir-birini izlaydigan darajada qadrdon bo'lib ketishdi. Alloh taolo hammalariga komil shifo bersin. Ertaga Xudo xolasa 8:45 da
uchiladigan ikkita bemorimiz bor. Mana ko'rib turganingizdek, Buxoro viloyatidan Sitora opalari jigaridan bir bo'lagini bergani kelyapti. Bundan tashqari Namangan viloyatidan Salohiddin ukamiz Hindiston tomon kelyapti. Alloh taolo hammalariga komil va mukammal shifo ato qilsin. Bundan tashqari yana bir qancha bemorlarimiz, mana Ilhomjon aka, Anvarjon akalar vizalarni kutishyapti va Shahrixondan, turli viloyatlardan yana bir qancha bemorlarimiz bor. Alloh taolo hammalariga komil va mukammal shifo ato qilsin. Duo qilib turasizlar. Yaqin kunlarda Xudo xolasa hammalari vatanga sog' va salomat qaytishligini Yaratgan Egam nasib aylasin. Qo'yilayotgan raqamlar shaxsan o'zimning telefon nomerlarim, Telegram bor. Hozir safardaligim uchun Telegram ishlayapti. Bemalol, xotirjam aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Doim aytaman, bemorlaringizni ishonchli qo'llariga topshiring. Ishonchli qo'llariga topshiring. Nima uchun? O'zingiz ham xotirjam o'tirasiz uyda, ishingizni ham xotirjam qilasiz. Bemorlaringiz Xudo xolasa ishonchli qo'llarda. Xotirjam bo'lasiz. Alloh taolo bu boshlagan va bu qilayotgan ishlarimizni xayrini, manfaatini ziyoda qilsin. Oxiratda hammamizga zaxira qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu barcha bemorlarimizni yaqinlari uchun ma'lumot edi. Duo qilib turinglar, salomat bo'linglar.